Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun bu tog'amiz bel og'rig'i bilan shikoyat qilib keldi. Tog'a bitta turing, bu tomonga borib, yurib borib keling. Bo'ldi, qaytaring. Pastga egilib ko'ring qani. Bo'ldi, bitta o'tirib turing. Bunisi oyoqqa o'tira olmaysizmi? Necha yil oldin davoladim? 3 yil bo'ldi. 20 yil. Aytgan paytga kelish kerakmikan? Baribir yaxshi bo'lib ketgandan baribir qiziqmaymikan? Shunday. Ha. Bugun 30-chi oktyabr. Tamam. Qani, yuring. Yaxshi Bitta egiling pastga. Qo'lni uzating, voy pastga egildingiz. Ha, o'tirib turing. Bugun nechinchi kun? Birinchi kun. Birinchi massajni olib chiqdingiz, shundaymi? Birinchi masajimiz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Mana bugun tog'amizga 12 kun to'liq bo'lib, mana bugun javob beryapmiz. Tog'jon, o'zingizda bo'lgan o'zgarishlar, kelgan holatingizdagi holatingiz, qanaqa ahvolda keldingiz, sizni kuzatib turganlarga nima tavsiya bera olasiz? Hozir ahvolingiz qanaqa? O'zingizni bitta tanishtirib. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma ko'ruvchilarga YouTube nimasiga, men 30-sizlarga 30-oktyabrga o'zim bilmagan holga og'riq bilan keldim. Birinchi kundan ish qilib yaxshi. Hozir juda ham yaxshi sotsiyanaga turibman. Rahmat ana Jaloljonga. Qo'llari dard ko'rmasin. Mana endi bitta tavsiyalarim, agar kimni shunaqa kasal, diskirja kasali bo'lsa, kelib mana shu ukamga murojaat qilib, shudan lecheniya olishlarini iltimos qilamiz. Nima uchun, nimaga ishonib mana shu taklifni beryapsiz? Men shunga uveringki, masalan, men ko'p joylarga yotdim. Davolangan joylaringizni ayting, nomini aytmang. Buxoroga davolandim, Chasna davolandim. Men Eminni she'rdan viloyatlardan boshqa viloyatlarga chiqdingizmi yo'qmi? Yo'q, chiqqanim yo'q. Tolka shu Buxoro viloyati. Buxoro viloyatiga hamma joyini ko'rdim. Endi she'rdan foydasini topdim. Bundan oldin 2022-yilmi, 23 kelganmisiz? 2022-yil kakrat ana shu oktyabr, noyabr oylariga kelib davolanib ketdim. O'shanga aytuvdi, har 6 oyga davolaning deb. U bizning o'zimizning aybimiz. Men kelmadim, o'zim Rossiyaga qatnayman. Rossiyaga ketgan tufayli men kelolmadim. Nima ishlar qildingiz Rossiyada mana shu davolanib ketib? Endi she'rdan ketib, qanday desam, o'zim quruvchiman. Uy ko'tardik. Og'ir narsa ko'taramiz, sement ko'taramiz. Shu vaqtda bezovta qildimmi, qilmadimmi? Yo'q. 22-yil ketgan bo'lsam, 2 yil menga bezovta qilmadi. Ana shu yilga 25-yilga o'sha bezovta qilishni boshladi. Araga 2 yil men tashladim, endi davolanmadim. Lecheniya bermadim. Endi davolanmaganimdan pushaymonman endi. Hozir kelganingizda ham ahvolingiz birdan qisib qolgan vaqt keldingizmi yoki ancha pet og'rib? Yo'q, ancha pet og'rib, 1 oy bo'ldi og'rig'i. Ha, 1 oydan keyin keldim. Hozir kelganimga o'pishim og'riq bor edi. O'zim bajar keldim, birinchi syomka qildim eshikni oldiga. Bajar chiqdim mazana paylada. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Turib yurib bering qani? Bu tomonga. Oldin men kelganimga shuna o'tira olmadim-da. Tamam. Qarang Tog'jon, siz qayerdan o'zi? Men Vobkent tumanidan, Zarbdordanman. Vobkent Zarbdordan qarang. Endi misol mana u videolarni ko'rib, hozir hamma sizga telefon qilib so'rash mumkin. Uyga ketgandan keyin og'rig'ingiz kuchaymadimi? Nima bo'ldi? Qanaqa ahvolda bordingiz? Pulga reklama qildimi? Siz bilan menda bo'lmayapti unaqa narsa. Lekin men bilan sizni ko'rib turganlar o'shanaqa bo'ladigan bo'lishi mumkin. Mumkin, har xil odam. O'shaning uchun telefon raqam bersangiz, mana sizga telefon qiladi. Haqiqatan shular shunaqami? Bitta nomer aytsangiz. Telefon nomer bu, passiyani ishlataman. 88lik nomer 379 88 38 mana o'zimning nomerim. 3 yil to'raylarimizni ishlataman.
bemalol telefon qilib ma'lumotlar olishlaringiz mumkin. Mana shu yer haqida to'liq ma'lumot olib, davoni, kuchini yoki o'zida bo'lgan holatni bemalol so'rashlaringiz mumkin. Sizga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, tavsiya Rahmat. Rahmat. Kunlar dard ko'rmas.